Assalomu alaykum barchangizga. Sizlar bilan yana Zarba Plus. Ozgina vaqtingizni olaman, lekin bunga achinmaysiz. Qani bo'lmasam ovozni yuqoriroq ko'taring va diqqat bilan tinglashni boshlang. Undan oldin esa kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Hammangizga xayrli kech. Avvalambor YouTube'ni qanday qilib yuritish, olib borish, ustida nimalarda ishlash va qanday qilib YouTube orqali daromad qilsa bo'ladi. Bu savollarga hozir qisqacha qilib javob berib o'taman, lekin undan oldin esa meni qo'llab-quvvatlayotgan barchangizga oldindan rahmat aytaman. Hozirda obunachilarim 3140 taga yetib qolibdi. Bilan birgalikda hayotga zarba beramiz va o'zligimizni anglashga ozgina bo'lsa ham o'z hissamni qo'shayotganimdan judayam xursandman. Shuningdek, kecha 3-4 kunlik ichida mening joylagan videolarim millionlarga ketib qolibdi. Endi 1,2 million prosmotr yig'ib tashlabdi. Like'lar ham anchagina ko'p ekan. Aslini olganda esa kommentariya undan ham judayam ko'p ekan. Shuniyam aytib o'tsam degandim, kommentariyalarga men javob berishga bitta o'zim umuman ulgura olmayapman. Ya'ni men bittaman, sizlar esa mingtasizlar. Agarda men sizlarga javob bera olmasam yoki kommentga yoza olmasam, iltimos oldindan meni kechirasizlar. Men qo'limdan kelganicha hammangizga javob berishga harakat qilyapman. Va shuningdek, o'zim ham oddiy bir qishloqda turaman va qishloqning oddiy bir yigitiman. Shuning uchun mening ham o'z ishlarim bor. O'shani ham hisobga olsangiz degandim. Ishdan bo'shashim bilan darrov sizlarning yoningizga oshiqaman aslida. Endi esa asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, ya'ni YouTube'da hozirdan boshlab agar sizda 3000 ta yoki 2000 ta yoki 3000 ta yoki undan ham ko'p obunachilaringiz bor bo'lsa-yu, lekin siz haliyam monetizatsiyaga ulanmagan bo'lsangiz, sizlarda daromad qilish imkoniyati bor. Lekin qanday qilib sizlar copywriting bo'limida pul ishlatsangiz bo'ladi, ya'ni odamlarning mahsulotlarini reklama qilib. Bu ham bir kichik biznes hisoblanadi. Ya'ni siz kimningdir mahsulotini tekst orqali yaxshilab yozasiz va uni sotib oladigan darajada qilib, uning uchun esa albatta sizdan bilim talab qiladi. Do'stlar, bilim hamma joyda kerak bo'ladi. Shuning uchun o'qish kerak. Daromad manbai asosan reklamalardan kelib tushadi. To'g'ri, o'zim ham haligacha hech qanaqangi reklama qilganim ham yo'q, lekin sizlardan bitta narsani yashirmayman. Menga Bookmaker bu ekspertmi, nima bo'lo, Parimatchmidimi, xullas o'shalardan lekin taklif keldi menga. Ular meni kuzatishayotgan ekan. Ular ham hozir mening ikkita videom millionga oshib ketibdi. Umuman olganda 400, 500, 600 minglab prosmotrlar yig'ilibdi, minglab like'lar bor ekan. O'shani hisobigami menga Mospetmi, AdinExpertmi shu Gmail'imga xabar tashlagan ekan. Men unga shu o'ylanib ham o'tirmay unga rad javobini yubordim. Chunki men hech qanaqangi ekspert yoki boshqa bunaqangi tavakkalchi o'yinlarni qo'llab-quvvatlamayman umuman.
Agar sizdayam mahsulotlaringiz bor bo'lsa, agar sotolmayotgan bo'lsangiz, lekin bemalol menga aytsangiz bo'ladi. Men esa sizlarga qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Hozircha qisqacha qilib aytganda, menda hozircha shular. Ya'ni men iloji boricha sizlarga javob berishga va sizlar bilan har doim birga bo'lishga harakat qilaman. Xayr, sog', salomat bo'ling. Aytgancha, o'zingizni qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa, bemalol shu video tagiga yozib ketsangiz bo'ladi. Men albatta javob beraman sizlarga. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Iltimos, keyingi videogacha o'zingizni asrang. Xayr, sog', salomat bo'ling. Chao.